Assalamualaikum hurmatli obunachilar. Bugun Xudo xolasa Munis Xorazmiy 49-uyda ishlarni ko'rib chiqamiz. Bu xonadonimizda tilan ishlarimiz. Bu yerga kotyol qo'yib beryapmiz. Avvalgi ko'na kotyolni olib tashlab, ko'na kotyolimiz yine Tiger kotyol bo'ladi. Katyolni olib tashladıktan ondan 1,5 milyon so'mlik katyoldan qo'yib beryapmiz. Ko'na katyolimiz qizdirmay turgan ekan. Ham gazni ko'p talab etib turgan ekan. Katyolimizning görünüşü. Gaz bağlayalım. Gaz yanıp tuttu. Katyolumuza samovar koyup verdik. Nasosu evvelden var ekan, bellerini perdelik etib zıtib verdik. Sudaki don sliplardan koyup beryapmiz. Katyolumuzun bahası 1,5 milyon so'm. Van taraflara atilen işlerimizni göstermem. Bu sistema однотрубный bo'lib o'tib turibdi. Однотрубный yine. Yukarında turba yok içeride. Nasos bilan ishlab turibdi однотрубный. Bu xonamiz 5'e 4'lik joy. Avval o'zimda 14 shtuk batarya durgan yine 14 shtuk batarya duribdi. 14 shtuk batarya qizdirmay turgan ekan biza. Дополнительный 5 shtuk batarya qo'shib berdik yine. Kranşteylerini koyup arkalarını açık koyup yine rivaldan açık koyup işlep beryapmiz. Keyingi xonamizni göstermem. Keyingi xonamiz ham shunday. Yine bu xonamiz ham 5'e 4'lik joy. Deyden 14 shtuk batarya duribdi. 14 shtuk. Doполнительный yine 5 shtuk batarya qo'shib beryapmiz. 14 shtuk batarya qizdirmay turgan ekan. Shunda doполнительный 5 shtuk batarya qo'shdik. Kuxniy bonilarini profildan uzatib berdik. Bu bataryalarga kraynik qo'ymadik. Baribir keyinchalik sistemani almıştırıp taşıyman dedi. Sistemadan suv ko'p. Yine sistemanın o'zi turbalar ham ko'p suv oladi bular. Sistemani almıştırdık. Baribir qachon bo'lsa yine beri profildan uzatib beryapmiz. Görüşleriniz mümkün. Bozuk çıkaran olan koyup beryapmiz yine. Şöyle anlatıp verelim. İyi bu eşya gerekli mi? Bir paniyine 1,20'likten 3 katar koyulgan yine. 1,20 3 katar koyulgan. Xudo xolasa bu xonadonimizda tilan ishlarimiz yakunlandi. Kimga shunday ataplayni xizmatlari kerak bo'lsa, ekranda nomerlarni qo'yamiz, bemalol telefonlashishlaringiz mumkin. Xudo xolasa bizda bir gazovoy katyol emas, ko'mir katyollarni qo'yish, ustanop ketish xizmatlarimiz ham bor. Stenli katyollarni bani montajlari, ariston, nasoslarni o'rnatib ham beraveramiz. Xudo xolasa eldan kelgancha xalqimizning xizmatidamiz.
Yine görüşleriniz mümkün. Morsun обязательно samar etemiz bize. Morsan bir doполнительный yardım veradi. Xudo xolasa xizmatlar bo'lsa bemalol telefonlashaverasizlar xudo xolasa. Sağ olun, salomat bo'linglar.